O'rgataman. Bizga kerak bo'ladi 1 stakan yog', 1 stakan sut, 2 dona tuxum oqi, nachinkasiga, sarig'i ustiga va gazli suv. Hammasini bu yerda kabartma tuzi bor. Ya'ni qabartma o'zbekchada. Va chala qovurilgan kartoshka va tayyor yufqa xamiri. Tuxumni oqqini sarig'idan ajratib oldim. Endi buni ichiga 1 stakan yog', 1 stakan sut va gazli suv qo'shamiz. Va kabartma tuzi. Hammasini aralashtirib olamiz. Mana tayyor yufqamizga tayyorlagan massamizni quyib olamiz. Endi massamizni surkab olgandan so'ng buni 6 qismga bo'lib olaman. Mana 6 qismga kesib oldim, bo'lib oldim. Endi buni bu orasidan sho'yla tutib buraya olib chekiga olib kelib bu qismiga kartoshka solamiz. Shunda go'zal bo'lak chiqadi. Mana kartoshka solib oldim. So'ngra buni o'rab olamiz. Mana bu shaklda bo'lib go'zal chiqadi. Yana bir bor to'kilish jarayonini ko'rsatib o'taman. Xamirni o'rtasidan bu uchiga qadar to'plab kelamiz. So'ngra bu yog'dagi oshiqchalarni ikki tomonga buklaymiz. Ustma ust qo'yamiz. So'ngra bu yerga kartoshkasini qo'yamiz. Mana kartoshka qo'ygandan keyin biroz ikki chetini bukib olamiz. So'ngra bu yerdan bu uchini ham biroz ichiga bukib olamiz. Bu yoqqa qarab taklab kelamiz. Bu suviga ahamiyat bermaysiz, chunki mana shu suvi bilan go'zal. Mana ikki qo'lda qildim, juda ham chiroyli chiqdi. Bir qo'lda nimagadir biroz. Mana samsalarni tuyib, patnisga terib oldim. Mana tuxum sarig'ini ayirib oldim. Bu tuxum sarig'ini endi shu samsalar ustiga, bo'raklar ustiga surtib chiqamiz. Mana bo'raklarimizni shu ko'rinishda tugib oldim. Mana tugib tayyorlab olib, diskga soldim. Endi bunga tuxum sarig'ini surtib chiqaman. Mana tuxum sarig'ini surtib oldim. Endi ustiga kunjut sepib chiqaman bezak uchun. Mazasi xushbo'y ta'm beradi. Mana kunjutdan sepib oldim. Endi buni 170 daqiqaga 170 darajaga yarim soatga qo'yamiz. Mana samsa bo'ragimiz pishib chiqdi. Yoqimli ishtaha.